Rasmga e'tibor bering. Bu vrach kardioxirurg bemorni 23 soat davomida yurak operatsiyasi, ya'ni yurak transplantatsiya, yurak ko'chirish amaliyotini amalga oshirib, uyga ketmasdan bemorni ahvolini kuzatib o'tiribdi. Rasmga diqqat bilan e'tibor beradigan bo'lsangiz, burchakda vrachni assistenti, ya'ni yordamchisi 23 soat davom etgan operatsiyadan keyin holdan toyib, operatsiya xonasida uxlab qolgan. Bu voqea 1985-yil 5-noyabr Polshada bo'lib o'tadi. Unda vrach Zbigniew Religa bemorga yurak transplantatsiya, ya'ni yurak ko'chirish amaliyotini amalga oshiradi. Donor sifatida 20 yoshli avtohalokatga uchrab vafot etgan yigitning yuragi xizmat qilgan. O'sha paytlarda yurak ko'chirish amaliyoti Polshada umuman oshirilmagan va vrach Zbigniew Religa bu amaliyotni birinchi bo'lib amalga oshirgan. Yurak ko'chirish operatsiyasi Polshada birinchi marta bo'lishiga qaramasdan, Zbigniew Religa operatsiyani 100% muvaffaqiyat bilan amalga oshiradi. Vrach operatsiyani shu darajada sifatli o'tkazadiki, bemor 92 yoshgacha umr ko'radi. Shunday fidoyi vrachga va uning yordamchisiga tasanno aytmasdan iloji yo'q.